Uchtepa City. Uchtepadagi Uchtepa City. 5 qavatga ruxsat bergansizlar. 16 qavat qurib turib sotgan. Xalq o'sha joyda hammasi norozi bo'lgan. Tasavvur qiling, atrofida hovlilar. Ya'ni necha yil bo'lgan? Mana sizlar o'zinglar mana 25-yil iyulda aniqlangan holat. O'tgan yil bo'ldi. O'zinglar ham munosabat bildirgansiz. O'tgan yil munosabat bergan. Mana shu holat misol uchun Bog'obod mahallasida nima bilan tugaganini haligacha misol uchun shaxsan men bilmayman. Bundan keyin Facebookda ham shu mahallada yashovchilar juda ko'p marta murojaat qildi-da. Ya'ni bu nimani zanjirni yopilishini ta'minlamaydi-da. O'sha yana qo'shimcha sifatida mana o'sha 4 qavatlikni 16 qavatli qilishida unga aniq kimdir mayli qilaver degan-ku, to'g'rimi? Qayerdadir qaysidir kabinetlarda. Yana bitta narsa aytib ketay. U o'zi stankaga berilgan bo'lgan, dom qurishga ham emas. Mana shu mayli qilaver degan tashkilot kim? U o'sha vazirlikmi? Qanaqasiga? Ya'ni vazirlik agar mayli qilaver desa qanaqa o'zi to'xtatmaydi, boradi. Xo'p, kim shuni? Uni kimda shunaqa vakolat bor? Vazirlik bo'lsa, uni vazirlikni mana tizim borda, nazorat inspeksiya bor. Vazirlar Mahkamasi qoshida hozir. Shu nazorat inspektorlari doimiy borib nazorat qiladi, qilinayotgan birinchi navbatda ular o'sha boya aytdim-ku, xavfsizlik masalasi. O'sha konstruksiyani to'g'ri olib borayotgan. Ikkinchisi, butun hozir shunchalik chuqurlashib ketdiki, oldin bizada Go'sakitda boshqaruv kompaniyalari ham yo'q edi. Hozir shunchalik qiyinlashtirdik. Quruvchi 100% uyni bitirib, shu boshqaruv kompaniyaga topshirmaguncha uy qabul qilinmaydi. Kadastr ola olmaydi. Kvadrat metrgacha ko'ryapmiz. Kuniga qancha Go'sakit bo'layotganda kvadrat metr qurilayotgan. Onlayn qo'yib qo'yganmiz. Endi boshqaruv kompaniya ham kelyapti-da, o'zining talablarini qo'yapti. Sandoatda suvni yetkazib beradigan nasos indoatda menga bosimini ko'taradigan qilib beryapti. Mana qil, buni qil, hamma qo'shimcha o'sha yerto'la boshqa kadastrlar hammasi to'g'ri keladigan qilib, hamma o'lchamlari to'g'ri kelganini ko'rgandan keyin boshqaruv kompaniya keyin qo'l qo'yapti. Chunki u ertaga javobgar bo'lyapti. Boshqaruv kompaniya bu JEK aytyapti, to'g'rimi? JEK emas, JEK u eski. Endi xalq tilidagi demoqchiman. Men mana qanaqa savol bermoqchiman-da. Mana o'sha odam 4 qavatlikka olib qurish boshlaganda, bugun uyg'onib turib, kayfiyatim yaxshi, 16 qavat qila qolay demagan. Aniq qayerdadir qandaydir qudratli tashkilot yoki qudratli shaxs qurur 16 qavatli qilib degan, to'g'rimi unga? Hozir unaqa deydigan odam qolmadi, chunki qilib bo'lmayapti. U holatda shunaqa bo'lish ehtimoli bormi? Bu oldin bo'lgan, aytayapman-ku, oldin bo'lgan. Bu masalan, ishtahasi ochilib ketib, siz aytayotgandagi bir qavat qo'shib yuborgan yoki 2 qavat qo'shib yuborgan kimdir, 4-5 qavat qo'shib yuborgan. Misol uchun ochiq oyda aytaman. Better Best degan tashkilot Toshkent shahari 5 ta joyida qayerdadir 7 qavatga ruxsat olgan, qayerdadir 9 qavatga ruxsat olgan, hamma ruxsat olgan joylarda 22 qavatdan qurib tashlagan. Toshkentda 5 ta joyda shunaqa qilgan, 22 qavat. Hozir u muammoli obyektda turibdi. Hamma bergan nimalarimizni nazorat inspeksiyasi tomonidan prokuraturaga berilgan. Hozir prokuratura bu bo'yicha jinoyat ish qo'zg'agan. Hozir o'rganilyapti. Endi bu yerda odamlarga sotib qo'yganligi uchun instrumental tekshiruv qilinyapti. Qo'shimcha talablar berganmiz. Qo'shimcha avtomobil turadigan joylarni qilish, bolalar o'yingohi, boshqa o'sha bizada belgilangan talablarni maksimalni o'sha amalga oshirish bo'yicha talablar beryapmiz. Shularni amalga oshirgandan keyin aholi uy joyiga prokuratura ish qo'zg'atyapti. Keyingi safar endi bu bo'lmaydi, chunki hammasi raqamlashib bo'lgan. Bu xatoni ikkinchi qilmayman deyapti. Siz o'sha quruvchilarni xohlaganingiz bilan bitta gaplashib ko'rsangiz, tavbasiga tayanadi demoqchisiz. Tavbasiga tayanib bo'ldi, boshqa qilmayman deyapti hammasi. Boshqa noqonuniy qurmayman deyapti. Endi bu qilganlarga hozir davlat tomonidan shunaqa tizim qilinyapti, aholi kuymasin deb aholiga yechim qilib berilyapti. Lekin javobgarligi baribir tortiladi. Buni orqasida turgan o'sha o'zini tepasidagi uchredитель ham, ta'sischisi ham va direktori ham. Qaysi muddatgacha? Mana misol uchun bitta misol, Shimoliy vokzalda ro'parasida ko'p qavatli parkovka qurishga ruxsat berilgan. Bir necha marta bu loyiha to'g'risida matbuotda ham chiqish bo'lgan. Bu yer hozir biznes sentrda, katta biznes sentr. Ularda qanday legallashtirilganini bilmayman. U shunaqa masalalar qanday qayta ko'rib chiqiladi yoki mana juda ko'p avj olgan mahalla guzara qilib turib ruxsat berilgan 2 qavatli uchastkovoy xona, yonida mahallani idorasi qilib, ular dom bo'lib ketib qolgan, dom qurilib ketib qolgan. Ular qayta ko'rib chiqiladimi yoki bo'ldi bu yopig'liq, qozon yopig'liqmi?
va qayta ko'rib chiqilsa qaysi yilgacha davrlar qayta ko'rib chiqiladi? Qanaqadir Ya'ni srok amnistiya amnistiya berilgan bormi bo'lmasa, yoki amnistiya bo'ldimi? yo'q, Misol uchun hech qanaqa amnistiya yo'q. Bu 2025-yil 1-yanvardan buyog'iga bitta ham bunaqa holat bo'lmayapti. Yo'q, u Shungacha yog'ini aytib bo'lganlari hozir men e'lon ham qilganman 38 mingta xonadon deb. Ha. Undan tashqari yana neжилой obyektlar bor. Bu noturar obyektlar. Ular hali keyingi nimaga kiradi. Ular ham hammasi tavbasiga tayangan. Chunki soliq hozir stavkasi birdaniga ko'tarib yuborgan ularga. Hammasi dod-dod, yana uning ustiga bizning inspektorlar bor, jarimani urib yotibdi. Jinoiy ish ham qo'zg'algan. Hammasi dod-doddi. O'shanga bitta tizim qilib, bularni hammasini shartlarni qo'yib turib, bitta birinchi navbatda instrumental tekshiruvni aytganim. Chunki u nazorat inspeksiyadan o'tmasdan qurgan ekspertiza qilmas. Shularning hammasini hozir instrumental tekshiruv, zilzila bardoshlik, keyingisi qolgan normalarga moslash yonidagi yoki yakka uylarni atrofidan sotib oladi yoki boshqa qiladi. Auksiondan qo'shimcha joy oladi. Shunga o'xshagan talablar bilan hozir amalga oshirib, jinoiy ish qo'zg'atilganligicha javobgarligi ham tortiladi, jarimalari ham to'lanadi. Lekin bundan keyin bittasi ham ish qila olmaydi. Xo'p, demak, Sherst aka, 2025-yil 1-yanvar deyapsiz. Demak, hozir quruvchi loyihada tasdiqlatgan, ruxsat olgan loyihadan tashqari bitta qavat, bitta xona, bitta nimadir ham hech narsa qo'sha olmaydi, to'g'rimi? Siz misol uchun murojaat sifatida ana qila olasizmi? Ayta olasizmi? Prezidentimizning farmonlari Bo'ldi, chiqdi. o'rtoqlar. Farmonda Kafolat yozildiki, bundan buyog'iga kengash ustiga qavat qo'shishga ham ruxsat berish mumkin emas. Tushunasizmi? Aman kengashdan ruxsat bermagandan keyin qavat qo'shishga u hech qachon uni hujjat qila olmaydi degan. Hujjat qila olmasa butun hamma narsasi qamalib ketadi ertaga. Ya'ni tadbirkorlar shunga risk qilmasin. To'g'rimi? Shunaqa demoqchi. Risk qilmayapti, qilmaydigan ham bo'ldi, mana qilmasin. Lekin tadbirkorlar bir marta tili kuydi, uni hamma biladi. Keyin bitta narsani men aniq aytaman sizga, Xushnut aka. Mana degan tadbirkor ham 1 kvadrat metrni bugungi kunda bir joyda o'zidan o'zi borib qurib qo'ya olmaydi. Oldin o'sha to'g'ri aytdinglar boya, kimlardir turib qivur ertaga hal qilamiz degan nimalar bo'lgan. O'sha korrupsiyani yo'q qilish uchun harakat qildik-ku, raqamlashtirdik boshqa. Endi o'shalar yo'q. Bu bo'ldi. Bular aytayotgan narsa ham bu bo'lgan narsa. Umid qilamiz. 2019-yildan beri yig'ilib qoldi. Tushundim. Tushunyapsizmi? Ha, tushundim. Endi mana bu masala qoldi. Bitta yana misol shu. Labzayda bekorga misol keltirmayapman. Twitterda yo'q, Suboyda emas. Labzayda o'sha MTSda, Mobiuzning narigi tarafida 9 qavatlikka ruxsat berilgan, 14-16 qavatli qilib Xuddi men sizga aytgandek yechim qilindi. Yo'q, u yerda hali qonuniylashtiriladi o'sha qurilishlar yoki bo'ldi u 9 ga qaytib tushiriladi. Yo'q, yakunlanadi. Qonunlashtiriladi. U katta jarimasini to'layapti. To'laydimi? To'laydi, aniq. Mana shaffof bo'ladimi? Misol uchun o'sha Shaffof bo'ladi. Nomini aytmayman, o'sha quruvchi, qurdi. Shaffof. Byudjetga to'ladi, shuncha qo'shimcha jarimani to'ladi va Qanaqa jinoiy yana bir javobgarlik marta bo'lishi kerak-ku. zilzilaga bardoshlikligi o'rganildi, infratuzilmaga yuklamasi o'rganildi. Beriladi bu haqida axborot. Beriladi. Hamma hujjat beriladi. Sababi zilzila bardoshlik birinchi o'rinda turibdi-da. Endi o'ylang, nazorat inspektori qaysi yuragi bilan borib o'sha zilzila bardoshlikni bo'yniga ola oladi hujjat bo'lmasa-da, ertaga har bitta narsani orqasida izi qo'yadi. Men aytaman, raqamlashtirish shunaqa narsaki, orqasidan iz qoldirib ketadi. Qo'shimcha qavatlar qurgani bu iqtisodiy unga jarimalar undirilyapti, to'g'rimi? Shu bilan demak, hozirgacha hamma muammoli, hamma obyektlar tugatiladi va bundan buyog'iga bunga yo'l qo'yilmaydi degan xulosa kelyapti gapingizdan, to'g'rimi? Xo'p, 37 ming dedingizmi? Qizillar. 38 ming. Xonadon, ha? Yo'q, uy. Xonadon. Xonadon Uy emas. Nechta obyekt taxminan? 170 ta obyekt, 500 nechtadir ko'p qavatli uy. Mana bu holatlar nima bilan yakunlanadi? Masalan, tadbirkor qurilishni boshlagan, hamma hujjatlar joyida, lekin bir 10-qavatga yetganda to'liq davom ettira olmasligini tushungan va puli yetmay qolgan, u boshdan noto'g'ri hisob-kitob qilgan bo'lgan, uylar sotilganlarni hamma chiqib Instagramda e'lon qilyapti, anaqalar fuqarolar.
ular nima bo'ladi? Endi o'sha joyimiz og'riqli masala, boshida ham aytdim sizga. Ya'ni u firibgar emas. Firibgar emas, bu lekin davom Bu ettiradi. Ahmadboy. Ahmadmidi? Ahmadboy u firibgar u. U firibgar lekin. Bizda ham hozir uy qurayotganlar ichida bitta ikkita Ahmadboylar bor. Ha. Lekin biz uni bilmaymiz. U chunki har xil joyda har xil narsani olib, masalan, bugungi kunda 50 mingta xonadonga pul yig'ib olib, 10 mingta qurayotgan bo'lishi mumkin. Demak u holatlarda Men uni buxgalteriyasini bila olmayman, qancha sotganini. siz aytmoqchisizki, ular siz aytgandek qurib yetmay qolganlar emas, ular aferistlar demoqchisiz. Shunaqa boshqa shunaqa rejalashtirgan. Xuddi shunaqa. Men endi misol qilib Ahmadboy deganimiz sababi shu. Ular piramidani hisobiga yashayapti. Bugun bu odam bu yoqdan qilib turib, bu yoqda uylarni bitirib, yana bu yerda boshqa qilib, Qanaqa yechim qilyapsizlar? eskrov. Boshqa yechim yo'q. Yo'q, uni tugatib qo'yish kerak u holatda. Hali u ma'lum emas, lekin kutilyapti. Mana qarang, eskrov ishga tushgandan keyin bilinadi qanchalik O'sha Ahmadboylar qayerga yuzi ochiladi, tushunyapsizmi? Rossiyada ham shunaqa bo'lgan. Nechtasidir yuzi ochilgan o'shanda. Chunki qarang, Laziz aka, mana bu quryapti. Buni qurish uchun pulni hali loyiha sifatida e'lon qilingan, men buni sotib, buni olib, buni qurgan. Tushundim. Keyin buni qurish uchun yana bitta loyiha o'ylab topaman. Endi eskrov bo'lsa, men bu loyihani chiqib pulni ola olmay qoladi-yu. Men savolim shundan iborat ediki, eskrov bo'lganda ham mana aniqlandi, bo'ldi, Endi ular nima qura bo'ladi olmaydi hech qaysinisi. 10 qavat turibdi, 15 qavat qurish kerak edi, sotib bo'lingan. Hech narsa qila olmaysiz, bo'ldi, o'l bo'lgan echki. Nima qilinadi ular? Bir savolni to'ldiraman. Mana shu qizillar qachondir 100% hal bo'ladimi? Mana misol uchun 500 ta hozir muammoli uy bor, sizlar aniqlagan. Laziz aka aytgan hali aniqlanmagan va siz aytgan hali aniqlanmagan Ahmadboylar nechtadir uy turibdi, bizni kutib turibdi. Eskrov paydo bo'lgandan keyin Aniqlandi masalan. g'alvir suvdan ko'tarilgandan keyin patirlab chiqishni boshlaydi. U yana muammo bo'ladi. Taxminan aytaylik 1000 ta deylik, taxminan uncha bo'lmasin, masalan 1000 ta qizil. Biz qaysidir joyga borib olgandan keyin 00 ko'k ketishni boshlaymiz. Okey. Bu qizillar qanaqa hal bo'ladi va qanchada hal bo'ladi? Qachondir qizillardan butunlay qutulamizmi? Masalan, Labzak holatidagi u tadbirkor puli bor, to'g'rimi? Tugatib qo'ya oladi Bu ishini. savolli masala. U Endi mana bizda eskrov ishga tushgan kundan boshlab biz hammasidan qutulamiz. Qizillarni birdan hal qila olmaysiz-ku baribir. Eski bo'lgan qizillarni muammosi bilan ishlashga to'g'ri keladi. Endi uni o'sha haqida muammosini so'radim. o'rganmaguncha men bir narsa deya olmayman. Bu bo'yicha yechim yo'q hali. individual Yo'q, holat. hali men uni ichiga kirishim individual kerak. holat, U individual nechta holat. xonadan sotgan? Mulk qanaqa holatda o'zi? Jinoyat ishi ochiladi, yana nimadirlar. Iloyim o'shalar bo'lmasin. Bo'lmasin iloyim. To'g'risi, bugungi kunda bizani xalqimiz juda ham ishonuvchan, bilasiz. O'sha Ahmadboy nima uchun Ahmadboy bo'lib ketib qolgan? Chunki ishonuvchanlik hisobiga bir parcha qog'ozga ham pul olib borib berishgan. Bu endi hozir shartnoma beryapti. Bir parcha qog'oz emas, shartnoma. Pechatli. Pechati Pechati bor ekan. Shartnoma beryapti. Endi bu shartnoma berayotganlar ichida qaysi birlari qanaqaligini faqatgina o'sha ertaga shaffofga o'tganimizdan keyingina ochiladi. Masalan, bir xillari aytadi, gaplashaman o'zim ham. Menga qara, taqillatib reklama qilib sotib tashlasanlar, qanaqa ertaga nima qilasanlar desa, menda mulkim turibdi, unga javob beradigan degandek. Gaplar borda. Masalan, lekin o'zini hurmat qilgan katta kompaniyalar borda, juda ham katta brendlar bor, developer kompaniyalar. Ular qurayotgan uylari ham sifatli hozir. Hali hech qanaqa murojaat tushmagan aholidan. Muammosi ham yo'q. Muammosi ham yo'q.